Hammaga salom, bu Isis Feyaza kanali. Bugun sizlar bilan 8350 monitoriga 60 vizualni qo'shib telefonga ulashni o'rganamiz. Bu monitorimiz hozir yangi plastikada aktivatsiya qilib olamiz. Birinchi parol tegib olamiz. Paroliga o'zingizlar xohlagan parolni qo'ya olasizlar. Faqat admin 123, z123 456 bunaqa ketma-ket parollar olmaydi. Parol yozib oldi. Endi aktivatsiya qilamiz. Bu yerda IP ni sozlasam deb so'rayapti. Agar bizda Wi-Fi bo'lsa, bitta dinsipi yoqamiz yoki oxirida to'g'rilasak ham bo'laveradi buni. Следующий qilamiz. Bu yerdan chasovой polis to'g'rilaymiz. +5 ga. Okey. Следующий. Bu yerdan vizualni tanlaymiz. Galочка qo'yamiz. Galочка qo'yib turib, dalay qilamiz. Buni следующий. Yana следующий qilamiz. Qilganlikka ulaysanmi deyapti. Yo'q, ulamaymiz. Hozir oxirida ulaymiz. Aktivatsiya bo'lganimizdan keyin завершить qilamiz. Запуск qilamiz endi. Ko'rishimiz mumkin. Hozir mana vizualni ko'rsatyapti. Xo'p, endi bunga chip qo'yib olamiz. Xo'p, chip qo'ydi. Endi chipni format qilishimiz kerak. Настройкаga format qilamiz. Okey. Xo'p, chipni format qilib oldi. Endi uchiga bosib, bu yerdan bizga kerakligi bistri sнимок keyin yangi qo'shilgan funksiyasi Visual Video yoqib qo'yamiz. Yoqib qo'yganimizdan keyin bo'ldi. Hozir tekshirib ko'ramiz. Undan oldin telefonga ulab olamiz. IP-larni to'g'rilab. Birinchi bo'lib vizual deganini to'g'rilaymiz. Setga kiramiz. 192, 168, 1. Bizda 1 da ishlaydi. Kimdadir 0 da, kimdadir 100 da ishlashi mumkin. Bu Wi-Fi ga bog'liq. Vizual deganini to'g'rilab oldik. Endi monitorga o'tamiz. 8 1 45. Vizual endi ko'rsatib qo'ysa bir-biriga. Endi tekshirib olamiz. Chaqiryaptimi yo'qmi bir-birini. Mana telefonlarimiz ish holatiga keldi. Hop, endi bizda rasmga olib qoldi hozir. Mana rasmga olib qoldi. Rasmga kirsa rasmni ko'rsatadi, videoga o'tsa videoni ko'rsatadi. Mana kim kelib bosib ketganini ko'rsatadi. Hozir 2200 plastika versiyasida shunaqangi funksiyalar qo'shilgan. Hop, endi yana qo'shimcha funksiyalari bor. Uychaga kiramiz. Uychaga kirganimizdan keyin Visual Lift qo'shilgan. Visual Center Video navigatsiya qo'shilgan. Bu qorovulga vizit qilish, bu tepasidagi lift chaqirish. Hop, bistri sнимок bu rasmga olib olishi. Keyin trevoga qachonki kimdir trevogani yoqib qo'ysa, kimdir vizualni yechmoqchi bo'lganda monitorga ogohlantirish signal beradi. Bu обнаружение движения yoqib qo'ysa, mana vizualni oldida harakat bo'lgan odamlarni yoki mashinalarni rasmga olib oladi. Hop, bu yerda yana bitta funksiyasi bor. Ovozni o'zgartirish. Bu yerda ikki xil ovoz bor. Original ovoz, kattalarda ovozi yoki
Klovn, yosh bolalarning ovoziga o'xshagan ovoz. Buni hozir o'rgatamiz qanaqangi o'zgartirishni. Hop, vizib bo'lganda ko'tarib turib, mana bu yerda mo'ylovda rasm bor. Shunga bosiladi va ovozni o'zgartiriladi. Ovozda o'zgartiriladi. Hozir yaqinligi uchun chillaveryapti. Hop, endi telefonga ulab tekshirib ko'ramiz. Telefonga chaqiryaptimi yo'qmi? Birinchi telefonga ulash sozlamalarini to'g'rilab olamiz. Nastroykaga kiramiz. Hop, nastroyka. Parametr Hackonect o'qamiz. Parol yozamiz. Betga farqi yo'q. Dimensiyalarni yozib ko'rasizlar, faqat eslaringdan chiqib qolmasa bo'ldi. Hop, bitta qaytamiz. Mana onlayn bo'ldi. Endi skaner qilamiz telefonga. Plusga bosib skaner qo'yib kod skaner qilamiz. Hop, mana qo'shildi sled. Hop, telefonga ulab oldi. Endi bunga vizib qilib ko'ramiz. Hop, chaqirib ko'ramiz. Vizib kelyapti. Ko'tarib gapirsalar bo'ladi. Hop, endi bunga yana bitta monitor ulashni ko'rib chiqamiz. Hop, bizda yana bitta monitor bor. Buni ham ruscha qilib aktivatsiya qilamiz. Hop, bunga qo'ygan parolimizni yozamiz. Hop, aktivatsiyani bosamiz. IP qo'yib olamiz bunga. Bular bilan bir xil qilib 168 Hop, следующий. Hop, часовой polis to'g'rilaymiz bu yerda +5 qilamiz. Hop, часовой polis to'g'rilaganimizdan keyin внутренний stansiyaga kirib turib, внутренний blok расширение qo'yamiz. Keyin следующийni bosamiz. Bitta bizga Wi-Fi kerak emas. Hop, biz monitorimizni tanlaymiz. Bu monitorda mana 8350T deb qo'ygan monitor tanlaymiz. Tanlab turib zaвершить qilamiz. Zaвершить qilganimizdan keyin настройкалар to'ldi. Mana птичкasi chiqdi. Ishlashga tayyor degani. Hozir bitta vizib qilib ko'ramiz. Alo. Monitorlarimiz ishlayapti. Hammaga rahmat. Kimda qanaqa savollar bo'lsa, izohlarda qoldirsalar, ko'rib chiqib javob beramiz.